Bilasizmi? Bunaqa holat bordi, ayollar bunday dedi. Avval ular yaxshi gapirsin. Nimaga faqat men? Lekin nimaga faqat men birinchi? Nega faqat men degan narsa? Nima? Siz aynan erkaklar tomonidan nima deya olasiz? Xo'p, bu yerda bizni aybimiz bor deb aytaman. Erkaklarni. Xudoga shukr. Nimaga deng? To'y bo'ldi. Farazan. Mana to'y bo'ldi. Istagan qiz, istagan kelin o'ta beg'ubor bo'ladi. Albatta. Haddan tashqari beg'ubor, hammani ko'ngliga qaraydi, hammani rozi qilishlikka, uni ko'nglini qaraydi, masalan, xursand qilib, zo'r ovqatlar nimadir harakat qiladi-da, unda beg'uborlik, hali yosh qizchalik nimasi ketmaganda fitrati. Harakat qilgandan keyin bir marta e'tiborsiz qoldirildi. 2 marta. Birov unga rahmat qizim, baraka toping, zo'r qilibsiz. Onasi malades. Ovqating bugun juda ham boshqacha chiqdi. Qo'llaring dard ko'rmasin, rahmat senga. Mingdan ming roziman. Ya'ni qilinayotgan ma'lum bir darajadagi harakatlarni e'tirofi bo'lmasa, u borib halagani beg'uborlik kamayib ketaveradi-da. Men aytaman, bu bizning aybimiz. Ayoldagi erkak kishiga berishligi mumkin eng katta narsa bu o'sha sakinat, halovat deymiz-ku biz. Lekin undan tashqari yana bitta narsa bor-da. O'sha beg'uborlik hissi. Masalan, biz qizlarimizni, kichkina kenja qizlarimizni qanchalik erkalatib, masalan, uni erkalanganligidan zavq oladigan bo'lsak, aslida turmush o'rtoqlarimizdan ham xuddi shunaqa zavq olishimiz mumkin. Biz olamiz ham. Erkak sifatida. Faqat bundagi ayoldagi o'sha beg'uborligi, haligi erkaligi yo'qolmasa. Aytganingizdek ma'lum bir darajada ketadigan bo'lsa, keyinchalik hafsalasi pir bo'ladi. Keyin oldin o'zi qilsin degan pozitsiyaga o'tib oladi-da. Juda ko'p shunaqa pozitsiya. Bu xato. Biz aytamiz, o'zi eng yomon narsa nima? Какой привет, такой ответ. Qanday salom bersa, men shunday alik olaman degan pozitsiya bu yomon deyman. Ayniqsa oila uchun. Nima uchun degan savol bo'lsa, men aytamanki, biz masalan hozir imtihon va sinov dunyosida yashayotgan bo'lsak, bizni har birimizga alohida vazifalar taqsimlangan. Ayol kishi, erkak kishi, ota, ona, farzand, qo'shni, masalan, qarindoshchilik aloqa hammada alohida vazifalar taqsimlangan bo'lsa, buyruq sifatida, talab sifatida sen shuni bajarishga majbursan. Majburiyatlar bajarilmasa, u yoqdagi hisob-kitoblar qanaqa bo'ladi? Masalan, nimaga qilmading? Nimaga turmush o'rtog'ingga qaramading? Itoat qilmading? Farazan. Yo, o'zi menga turmush o'rtog'im yaxshi gapirmadi, yaxshi qaramadi, e'tibor bermadi. Shuning uchun men ham uni tashab qo'ydim desa, bu javobga o'tmaydi-da. Albatta. Chunki biz nimanidir bajarishligimiz uchun bizga ikkinchi narsalar shart qilinmaganda. Otamisan, farzandlaringga qara. Ayolmisan, eringga itoat qil. Xo'p, erkak